Katta rahmat savol uchun. Men o'ylaymanki, tadbirkorlarning hamjamiyati ular yig'ilib masalalarni muhokama qilishlari albatta axborot almashuviga qanday qilib yangiliklar kiritish yoki bir odam bilgan narsani boshqalar bilishiga yordam beradi va tadbirkorlikning asosiy qismi o'zi shu axborotni bir to'g'ri taqsimlashda. Ikkinchidan, kontaktlar, masalan, bir tadbirkor nimani ishlab chiqaradi, ikkinchi tadbirkor narsani sotadi yoki uni qo'llaydi va qayerdan deylik menga bu narsani chiqaradigan, olib keladigan, deylik konsultatsiya qiladigan, qadoqlaydigan, transport qiladigan tadbirkorni qayerdan topsam bo'ladi degan savolni o'ziga berishadi va shunga o'xshagan tadbirlar shunaqa deylik aloqani almashishga yordam beradi. Yangi O'zbekiston sharoitida o'ynab kulib ishlarni, juda katta ishlarni qilsa bo'ladi, faqat belli bo'ylab qattiq ishlash kerak. Hozir dunyo miqyosida qaraydigan bo'lsak ham, O'zbekistonda shunaqa oson, yaxshi yechimlar borki tadbirkorlikka. Bu faqat endi oldin qanaqa bo'ldik, hozir qanaqa bo'ldi, yaxshimi yomon emas. Hozir qo'rqmasdan, qani dunyoda bizani imkonlarimiz ko'paydimi, kamaydimi deb boshqa ilg'or davlatlar bilan ham solishtirishga arzigulik bo'lib qoldi.